Yigitni yuragidan urding. Ortingdan qarab qoldi. Qo'yingchi. Hayot faqat sevgidan iborat emas-ku. Odamgarchilik degan narsalar ham bor. Bugun tug'ilgan kuni ekan. Shunga unga xizmat qilganimga xursand bo'ldi. O'zingni qanaqa qilib bunaqa tabiiy tutasan? Men o'zim yoqtirmagan odamga hech qachon bunaqa muomala qila olmayman. Sezdirib qo'yaman. Aslida shunaqa bo'lsam kerak. Birinchi ko'rgan odamimni ham yaxshi ham, yomon ham deb bahola olmayman. Quruvching kassaga ketyapti. Ish qilib puli yetarmikan? Yetadi. Puliga yarasha ovqat buyurtma qilganmiz. Hormasinlar do'stim. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Kel. Ha, qalay? Zo'r o'ynamanmi rolni? Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy quruvchi ustalarga o'xshabsan. Xullas, xodimlarning sinovdan o'tdi. Ichida bitta bo'lsa ham odamgarchilikni saqlab qolgan xushmuomalaligi bor ekan. Ishchilari muomalasidan shikoyat qilishganda uncha ishonmagan. Menga qara. Ofitsiant qiz uchun o'ylab qo'ygan biron rejang bor-a? O'zim ishongan ish boshlovchim ishdan ketayotgan. O'rniga mana bu senga xizmat qilgan qizda. Yordam kerak emasmi, mabodo? Sumkam. Sizni Bering. qayerdadir ko'rgandim-a? Esladim. Tug'ilgan kun egasi. Restoranda sizga xizmat qilgandim-a? Ha. Hech qanday foizlarsiz bepul xizmat ko'rsatgansiz. Qoyil, e'tibor berganingizni qarang. Odatda bizni qatlamdagilar o'zlariga kelgan hisob varaqalariga juda ham jiddiy qarashadi. Hatto u restoran bo'lsa ham. Yaxshi odat ekan.